qarab qo'yasiz-da. Irim. Hayotim shunda nima bo'ladi? Kuyovni qaynonasini chaqiringlar, atlaganini bersa o'tirmayman deyapti. O'tiring kuyov, o'tiring. Gulday qizimni berdim. Oliy ma'lumotli qilib o'qitib berdim. Rahmat oyijon. Ona bola sigirimni berdim. Nasib bo'lsa beshikchilarga qo'y chiqarib boraman. Topga tutganimiz sizlarniki. Nima qilyapsiz yanga? Tikyapman, irim. Irim deb toza tikib qo'ydingiz. Bog' ishingiz qilin, haydang. Kuyov so'rayapti. Qizingizni baxti uchun. Qani tashlaylar, baqvat tashlaylar. Va kuyov bolam tashlasin. Bor dadajonga ayt tashqarida shinniy moshinni ham bersin. Amaki, shinniydek altini ham berar ekan. Qizingizni baxti uchun. Buni kuyov bolani o'zi olsa bo'lmaydimi? O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, Temboli dekabr oyi uchun hozir zo'r aksiya ketyapti. Mana faqat 30-dekabrgacha shinniy yuk mashinasini xarid qilgan odam 6 million so'mlik chegirmaga, undan keyin 4 martalik bepul servis xizmatiga ega bo'ladi. O'zi olsin. Nima bermoqchimisiniz? Yo'q, men unaqa qizingiz baxti. Baxtli bo'ladimi qizim? Ne. Ay. Uyda ham so'ra, uy bersan. Bu domda qisilib yashamaydigan o'g'li bering, bola chaqali bo'lsin. Bor endi so'ra, bor. Qo'y. Bola qo'ymayapti-da. Shu bilan baxtli bo'ladimi qizim?